Hurmatli mijozlar, 5 litr va 10 litr bakalashkalar uchun maxsus pompalarimiz keldi. Buni narxini aytishdan oldin bir ikkita qoidalarga rioya qilishingiz kerak. Rioya qilmasangiz pompani ishlatib o'tirmang. Do'stlar, bunda 3 ta turbichka bo'ladi. Birinchi turbichkani kichkina tomonini pompaga o'rnatib olamiz, yaxshilab. Agarda havo qoladigan bo'lsa, pompa ishlamaydi. Ikkinchi turba, ikki tomoni ham bir xil bo'lgan turbani ikkinchi turba sifatida tiqib olamiz. Bu nimaga yordam beradi? 5 litr, 10 litr bakalashga to'g'rilash uchun va 3-turbani esa katta qismini 2-turbaga mahkamlaymiz. Hech qanaqa havo qolmasligi kerak. Agarda havo qoladigan bo'lsa, suv yaxshi chiqarmaydi yoki tez buzilishiga olib keladi. Do'stlar, hozir men sizga mana shu yasagan pompani 10 litr bakalashga tiqib suv chiqarib ko'ramiz. Qanday chiqar ekan? Narxi oxirida hech kim chiqara olmagan narx biz chiqarib qo'ydik. Oxirgi qadam buni jumrangni qo'yib olamiz. Sizdan keyin qani sinab ko'ramiz, qanday chiqarar ekan. Shunday zo'r pompani nech pulagan deb o'ylayapsizmi? Arzimagan pul do'stlar. Attigina 13 mingga 5 litr va 10 litrga bo'ladigan pompani bizdan olib ketishingiz mumkin. Do'stlar, suv chiqarishiga necha baho qo'yasizlar? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozingizlar. Hamma do'stingizga yuborib qo'ying.